برخواندنی عاشقی سوال جواب ولایت فاریاب بازار خوجان موسا قریه من درختن حاضر کشور ترکیه شهر استنبولگه yaşak yüren az dostumuz şahsen şair Nik Muhammed Can Özbek'te üst vermişleriyle avon memleket Afganistan velayeti Faryab Gülistani Xujan Musadan yagona sevgilisi Nazdana kızına ham farmoyişi var albatta usta şairlerden yagona hamkorum şair Nik Muhammed Can Özbek tuz yazgan şiirlerden Abdullah Sirdosh ham sazlarga ijro qildi Sen işit meni so'zim senga giriftar güzel Ey xaridoring o'zim bo'lgin xabardor güzel Nik Muhammed Jon'de savolni eshitib nozona qiz ham mana undan javob beradi Manam sizga bu vafo qilmang hech tashvish o'g'lon Siz üçün şamı sabah qilaman ko'shish o'g'lon Qani Nik Muhammed Jon nima deyapti Seni yaxshi ko'raman har dam yotib yuraman Yo'lingda jon beraman menga qil bavar go'zal Nazdana qizdan eshitdingiz Rost aytasiz o'zingiz yolg'on emas so'zingiz Ikki jallod ko'zingiz yodimga hamisha o'g'lon Aziz do'stlarim agarda sizlar ham mana shulardan xondalarda Abdulla Sirdoshga farmosh berib o'qitirmoqchi bo'lsangizlar past biz ham ko'ring shoir Nik Muhammed Jon O'zbek bilan ham tamas qilingizlar WhatsApp raqamlari ham 2090 53 14 82 86 16 jadid telefonlarda shoir Nik Muhammed Jon O'zbek taqdim qiladi Nafasda meni taylab ketma boshqani saylab Ardam seni yod aylab ko'pman beqaror go'zal So'zim eshitding bachajon sizsiz bu dunyo zindon Aylamang mendan gumon qilaman xohish o'g'lon Nik Muhammed Jondan eshitdim qanchasing ham xush kalom ta'rif qilaman mudom O'lguncha senga qulon bermagin ozor go'zal Javobini Nazdana qiz aytadi Har kun olarman xabar yo'lingizga fidosan Bo'laman sizga navkar mendan bo'ling xush o'g'lon Aziz do'stlarim oshiq bo'lgan Nik Muhammed Jon nima deyapti Xohishim bor parizod meni ham aylagin yo Sensiz zindagim barbod bilgin vafodor go'zal Ma'shuqasi Nazdana qizdan eshitdingizdan men xushol har kun bo'laman ahvol Kunduzlar ko'rib xiyol kechalik katish o'g'lon Nik Muhammed ishtasir yodingda soatida Sendan ko'rsam deb o'zim men ko'p umidvor go'zal
şoğlar. Ahir çadı ham Nik Muhammadjon aytadi. Aytar shoir Nik Muhammad aylab bo'ldi bilan. Aşklar miyaridan judo qilma Xudojon.